Kompyuterda elektron pochta ochishni ko'rib chiqamiz. O'zi elektron pochta bu internet orqali matnli xabarlar, fayllar va boshqa ma'lumotlarni tezkor yuborish va qabul qilish imkonini beruvchi raqamli aloqa vositasidir. Elektron pochta o'zi insonlar orasida aloqa qilish, hujjatlar yuborish yoki har xil saytlardan ro'yxatdan o'tish uchun kerak bo'ladi. Demak, elektron pochta ochish uchun brauzerlardan birini kiramiz. Masalan, mana Opera brauzerdan kirib ko'ramiz. Demak, boshqa brauzerlardan ham kirsa bo'ladi. gmail.com deb yozamiz. Yangi akkaunt, использовать другой аккаунт. Yangi akkaunt ochishda mana создать аккаунт tugmasini bosamiz. Ya'ni akkaunt yaratish tugmasini bosamiz. Для личного использования, shaxsiy foydalanish uchun, farzand uchun, ish yoki biznes uchun. Demak, birinchisini tanlaymiz. Ism va familiyamizni kiritamiz. Hop, dalil tugmasini bosamiz. Tug'ilgan kunni kiritamiz. Oyni tanlaymiz va tug'ilgan yilni ham kiritamiz. Va jinsni yana tanlaymiz. Dalil tugmasini bosamiz. Demak, sayt bizga mana ikkita pochta nomini taklif etyapti. Demak, sizlar shu ikkalasidan bittasini tanlasalaring ham bo'ladi. Yo'q, agar boshqa nom bilan pochta ochsalaring, demak, создать собственный адрес Gmail tugmasini bosamiz. Va natijada mana oynaga, demak, o'zlaring demak, pochta nomini yozib kirishlaring mumkin. Masalan, mana pochtaga nom berdim, dalil tugmasini bosamiz. Demak, bitta keyingi navbatdagi o'yinda parol kiritishimiz kerak bo'ladi. Albatta, parol ishlatganda har xil harflar, raqamlardan, har xil belgilardan ham foydalansa bo'ladi. Lekin o'sha parol berganda albatta esdan chiqmasligi kerak. Demak, dalil tugmasini bosamiz. 2 marta kiritganimizdan keyin. Demak, mana bu yerda bizdan robot emasligimizni, ya'ni inson ekanligimizni tasdiqlash uchun bizdan telefon raqami so'ralyapti. Demak, telefon raqam kiritasizlar. Va telefon raqam kiritilgandan keyin dalil tugmasini bosganimizdan keyin bizga o'sha telefonimizga kod keladi. Shu kodni kiritganimizdan keyin pochta ochiladi.